Tegman qizil, kepinak gulni yaxshi ko'rdi. Qizim, nima qilyapsiz qo'llaringizni mehnat qilib? Çoğun apa teşlikmi? Teşlik. Kömək qapdı mən. Hay, tapşırıqni işləp boldunmu? Hə, işləp boldum. Matematikadan berilgan tapşırıqni işləp berəmsən. Düşənməgə yerlərini düşəndirib qoysam, andan özün. Vay, matematikada beshim ağrıydı mening. İşləp yetməmsən. Ma'qul. Jira. Rahmat sizlarga. Addi bo'lsin, sana o'snib keldim. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Rahmat adash. Tashlayapti. Hozirgi zamonda kim o'sma qo'yadi? Akildigan narsa bo'lmasa, quruq qol kelaversa bo'lmadimi? Tashlayapti. Tug'ilgan kuningizga muborak. 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 Tug'ilgan kuningizga. Qizim, ma oliy maktabga imtihon oladiganga yana bir oy vaqt qoldi.
qachonli qarsam mushuna naqshi muzika anglab o'tirsiz. Unda qilmay, ancha-muncha kitoblaringizni varaqlab qo'ysangiz bo'ladi. Voy, dada. Kashkish ko'tildab ishimni og'irtyaptingiz. İmtihanda o'tib qolsin bo'ldi-ku. Ondaq degan bilan oliy maktabga kirishmo bak ta'sib ketdi. Ancha-muncha kitoblaringizni varaqlab qo'ysangiz, imtihonda qiynalmaysiz-da. Voy, balning ko'ziga kirib olib ko'tildavermang, ha. Chiqing bu yoqqa. Qizimi bir. Teshikmi. Qanday ahvollar? Teshikmi. Assalomu alaykum. Va alaykum. Endi qish qanday bo'ldi? Xotirjam bo'lsizlar, jo'jang. Hamma ish joyida. Qani o'tirsizlar. Rahmat. Danagulning ishidan xotirjam bo'lsizlar. Ikki yaxshi o'quvchini oldikaniga o'rlashtirib o'tdik. Nayt yaxshi bo'pti. Dada? Qizim, imtihonni yaxshi berdingizmi? Yaxshi berdim. Yaxshi. Qani, mashinaga chiqing. İmtihonni qanday berdingiz, qizim? Yaxshi berdim. Dadingiz o'rlashtirib qo'ygan balalar yordam berdimi? Yordam qilib berdi. O'zim yozdim. Mushu Rayhongul to'limi adabli qiz bo'pti-chimi? Uchi dada, yashashni bilmaydigan sirang, atidan kashkicha dalishtekli yuraydi. Ondaq demang qizim. Rayhongul o'ginishda sizga ko'p yordam qildi-ku. Nima? Bo'ldi. Endi bu gaplarni deyishmayli. Uyga qaytayli. Uyga berib, tushdan keyingi imtihonga tayyor. Bo'ldilar, opa, bishim og'rib ketdi. Tayyorlik qilmasam o'taman. Xotirjam bo'la. Voy, dadasi, endi-chi huquqni ishlatadigan vaqt keldi. Ishlataylar. Bo'ldi. Bu gapni qilishmayli. Ma'yli. Qaranglar, hammadan burun Danagulga chaqiriq qayg'ib ketdi. Qiziqishda bu. Albatta shundoq bo'ladi-da. U degan boshliqning qizi tursa. Qodir, sen Danagulning orqasida o'tirib hammani yezib berding xudayman, ha? Hammasi emas. Kechirib ketganini xuddi biz bilmaydigandek. Bu degan shundoq o'rlashtirgan ish. Maktabdagi ishga aloqachi o'quvchining biri Danagulning oldida, yana biri Danagulning orqasida o'tirsa, u o'tmay kim o'tadi? Shu emasmi? Men ko'rib boqaychi. Danagulga keldi-da. Albatta Danagulga keladi-da. Undaqmi deb ketmanglar, bizgimi kelib qola. Qodir, sizga-chi? O'zimni qog'ozga toza yozolmagandim. Vaqt to'shib ketib, komissiya qog'ozimni elib olgandi. Men uni har holda yozgan edim, biroq men o'zimga kelganda oldirib qoldim. Danagul, maktabga mandingmi? Yo'q, momonning uyiga mandim. Sana chaqiriq qog'oz keldi.
Akşam 3-4 adam öyge hoş xabar yetkizip seni çağırıp ketken. Akşam anlap bolgan. Muborak bo'lsin, oliy maktabga o'tibsan. Rahmat, men ketdim, ha. Xudoyimga omonat. Apa, hoş kızım. Endi bizden ayırlık kişinin jurtuğu barıdığın boldunuz. Boşluk işlerine arlaşmak algılap. Yaxşı okul canım balam. Küçümden yetişip pul evetip duruyor. Men pul salaman deb o'zimni qiynab qo'yman, opa. Cho'qin tirishib o'qiyman. Xotirjam bo'ling. Bu bizden etizimizden topsida östürgen gel. Yaxşı asırak canım balam. Maqul apa. Xotirjam bo'ling. Qizim, men bir o'quvchimga telefon qilib etdim. U siz borgan maktabda Ma'qul o'qituvchi. dada. Ismi Turg'un. Oldingizga chiqadigan bo'ldi. Biror ish bo'lsa, shu Ma'qul, Turg'unni xotirjam istab bo'ling. qolamdi, ha? Beribla telefon qilib etishni unutib qolmang, ha? Bizni xotirjam qiling qizim, juma. Shunaqa bo'lsin endi. Qizim, bu pulni cho'ng opang yo'lliq tutdi. Rahmat opa. Maktabning tomog'i kunammisam sirtdan yeyapsan. Xotirjam bo'ling opa. Rahmat, rahmat sizlarga. Rahmat. Bunda qilmasalarim bo'ladi. Rahmat sizlarga. Rahmat. 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 Bo'mina yo'lliq. Rahmat. Ha, rahmat, ha? Rahmat sizlarga. Rahmat. Avar bo'lsanglar bo'ladi. Uyinga borsaq ketib bo'pti kelsan, aram ulgurib keldik. Chaqirib keldim. Keldi. Texnikumga keldi. Bir haftadan keyin mangman. Yaxshi-ku. Muborak bo'lsin. Xat yozib turayli. Cho'qin yozmang. Sizlarni yozinglar. Nim bo'ldinglar? Odatda cho'qirishib ketasizlar, bugun aja jim ketibsizlar-ku. Bo'ldi qilsanglarchi. Xushal bo'lmay nima qilinglar bu? Qiz bo'ldi degan narsa. Men maktabga turib qaytib kelganda oldimga og'ili chiqqan suv. Sizmi bizning maktabga qabul qilinganmi? Ha, Akilam somkangizni ma'lum keltiring. bo'ldi, Bo'ldi, o'zim avr keltiray. bo'lmang. Qani, bu yoqqa mayli. Akilam. Sizning karbitingiz mushu. Yering tamoq chiqayli. Siz chiqib turing, men hozir chiqaman. Ma'qul. Kirang. Yering, tamoq belli chiqayli. Rahmat muallim, qo'zig'im oshmadi. Men ishlarimni qilib olay, sizlar chiqib turinglar. Ma'qul amsa. Biz chiqash turayli. O'quvchilar tex to'liq kelib bo'lamidi. Bugun kecha yolg'iz yotilgan bo'ldingiz. Agar qo'rqsangiz, eliq savodishingizning ismi nimati? Shuning bilan birga yozsangiz bo'ladi. Boshqa yotoqlarda qizlar batirsa, qo'rqmayman. Undaq bo'lsa bo'pti. Yana ozroq yang, kechda qo'sig'ingiz ishib ketadi. Yemayman. Bek to'yib ketdim. Bo'pti amsa. Tirg'inka, men berib yotoqdagi narsa keraklarimni yig'ishtiraymikin deyman. Ma'qul. Sizni avr qildim. Yoqay. Ma'amdiq. Mana pulni qo'yib qo'ydim.
Mana bu yataqning qulupi. Siz obdan aram eling. Men chiqay. Atigan kelaman. Ay, turg'inka, to'xtab turing. Uydagilar sizga xalta aytganti. Uydagilar kayib ketibdi-ku. Bunda qilishning hojati yo'q edi. Ishqisi yo'q. Rahmat. Emis men chiqay. Siz obda aram eling. Xo'sh, turg'inka. Bo'ldi, uzatmang. Yani ishki rasmiyat qoldi. Voy, ajab munjiq ishkan. Nima degan jiq rasmiyat bu? Qarang, nagila bo'lsaq, pulli deydigan ular. Dedim-ku, ishki rasmiyat qoldi deb. Ishki rasmiyat bormi? Shuning bilan tugaydigandi. Tugaydi. Qolgan rasmiyatlarni ash binoda bijirmiz. Ashmi? Ikkinchi qavatda. Tizimtida odamlar chiqqanda. Oy, rasmiyatni o'tab oldingizmi? O'tab bo'ldim. Danagil seningchi? Mashning bilan tugaydi. 500 ga topshirsiz. Men bu pulni bayatdan to'lab bo'ptiman. Danagil, dadingiz sizni aram mushinchilik pul bilan yo'lga soldimi? Yo'q, pulni jiq tayyorlagan. Yo'lda meni o'g'riga bersin deb sizga pochtadan solmoqchi bo'lgan edi. Pul kelganda to'lasak bo'lmamdi. Emis men berib turayman. Siz mushiya turib turing. Men chiqib bir amalni qilib kiray. Pul kelganda qaytirib yetasiz. Rahmat. Voy, siz mitangiz? Keling. O'tiring. Ig'inish qilib yetibsiz-da? Bugun dam elish kuni tursa, sirtlarga chiqmadingizmi? Yapon tili o'rganayotgandim. Voy, uning nimaga foydasi? Siz ya u davlatga bormisiz, ya ular bilan aralashmisiz? Siz allaqachon oliy maktabni bitirib, kadr bo'lgantirsiz. Yaponiyalik press bilan aralashgansiz bormi? Til o'rganganning ziyni yo'q. Qancha ko'p til bilsa, shuncha yaxshi emasmi? Ish qilib mening xo'shim yo'q. Haras, bugun men bozorga chiqmoqchi edim. Aylanib kelaylimi? Bo'ladi. Bir narsa olamdingiz? Bir narsa olmasimi, aylanib bo'lmamdi? Albatta bo'ladi. Jiring. Hey, heliqay Turg'un muallimning sinfidagi qiz sinf boshlig'i bo'pti, ha? Qaysi qiz? Danagilning yurtlig'ichi. Ay, heliq Rayhongilmi? Ha. Rayhongil. Xaqsanga bak ichki yerliq ketyotdi. Davatqining qaysi haq? Men hech tushunmay qoldim-ku. Nima davatqinim? Sanga 5 qildek oyam. Gap yo'rg'latqicha ochiq desang bo'lmamdi. Biz ya yot bo'lmasa. Danagil, bili tamoq yeylik deb qo'ysam, nima deysiz? Unutib qoldim. O Rayhongilmi nima? Ha. O bektirishchan qiz ekan. Qachonli qarsa qo'lidan kitob tushmaydi. Uni gul qilib chekingizga qilsaydim siz nima? Ajab gap qilasiz-ku. Rayhongil rostila tirishchan qiz. Buni hammalar biladi. Bu degan bir ko'z bo'yamchilik. Xuddi qattiq tirishib uyg'onayotgandek, atirin kashgacha uning qo'lidan kitob tushmaydi. Bugungidek dam elish kunlaridami boshqalar meni ko'rsin degandek, otayin yo'lning bo'yida uyg'onish qilganda qiyab kirib oldik. Qancha qilg'ini bilan bar? Undaq desangiz bo'lmas. Rayhongil uyg'onishdi yaxshi. Darsdan sit nurg'un kitoblarni o'qiydi. Bu yaxshi odat. Voy, bo'ldi qiling, ha. Bu bir xatning o'zi ikki bo'lakdan tarkib topgan. Agar bu bo'laklar mustaqil holatga kelsa, o'z oldiga ma'no bildirdi. Agar qo'shilsa, boshqa bir ma'noni ifodalaydi. Savodashlar, mushu nuqtani esinglarda ching tutinglar. Bu Xanzo yezig'ining muhim xususiyatlarining biri. Dars mishadi tugdi. Savodashlar, fakultetni o'rlashtirishi bo'yicha bizning sinfdan fakultet o'quvchilar uyushmasiga nomzod ko'rsatib berdik-miz. Qanday deb qilinglarchi? Kimni ko'rsasak muvofiq bo'lar? Kimni ko'rsasak bo'lar? Ha?
Kimni ko'rsak? Ma'lum, men Rayhongulni ko'rsaman. Yo'q, yo'q. Ma'lum, Rayhongul bo'lsin. Men bo'lsin. U o'zi bo'lsin. Men u xizmatni qila olmayman. Rayhongul bo'lsin, ma'lum. Rayhongul bo'ldi, ma'lum. Rayhongulni ko'rsasak bo'lamdi. Bo'ladi. Bo'ladi. Әмсә qo'shildiganlar qo'l ko'taringlar. Shundoq bo'lsin әмсә. Qanday ahvolinglar? Yaxshimisizlar? Kela. Yaxshimisan? Qani o'ltira. Qanday yaxshi turdingmi, adash? Ishlaring oldirashmi? Yaqindan beri bak oldirash bo'lib qoldim. Uygimi bormasib ketding? Hech beka bo'lamayapman. Mundaq ishdi adash. Sinfimdagi Danagul degan qizning o'qish ahvolini o'qib boqay deb kirib Ajab, u qizning ahvolini bilgin kelib qopdi-ku. O qizning datisi meni o'qituvchimdi. Holidan xabar olib qo'yishimni menga bak topilgandi adash. Mundaq degan. Hozir men darsga kiraman. Kechda uyga kirsang, ondan paranglasak qandaq deysan? Bo'ladi adash. Ma'qulamsa? Mo'shundoq yuraveramsan. Biz mo balaliq bo'lish oldida turyapmiz. Sen turmushingni hech bir o'ylashay demaysan-ku. Cho'nglarmi bu jihatda jiq gap qildi. Muvofiq birasini topamayapman. Uydagilarning deyishicha, yurtli qizlardan bo'lsa davatidi. Vaqti kelganda bir gap bo'lar adash. Aras, atigan sen Danagulning o'g'inish ahvolini so'rgan eding. U qiz o'g'inishda degandek yaxshi bo'lmayotidi. Asosiy sal ojizkan. Savoqdaşlar. Bugün biz her qaysi fakultetlar ko'rsatgan nomzodlar ishidan maktab o'quvchilar uyushmasining hay'at a'zolarini saylab chiqamiz. Shunga hozir sizlarga ismlikni taqdim beramiz. Hammanglarning astoydil belgi qo'yishinglarni so'raymiz. Qani, buni taqdim beringlar. Savoqdaşlar, belgi qo'yib bo'ldinglarmi? Qo'yib bo'ldik. Yaxshi. Unda bo'lsa, shiq bilinglar. Savoqdaşlar. Rayhongul, Adil, Elshad, Gulmira, Yalqin qatorli savoqdaşlar maktab o'quvchilar uyushmasining hay'at a'zolari bo'lib saylandi. Voy, keldingizmi? Yaxshimisan? Dadam sizni qishliq ta'tilda yurtga kelamdi ekan. Imkon bor birga kelinglar deb topilgan edi. Turg'un muallim, men chiqay. Ma'qul amsa, biz keyin paranglashamiz, a? Ma'qul, men chiqay. Ta'tilda yapon tili o'rganmoqchi edim. Shunga borolmayman. Dadangizga mendan salom aytib qo'ying. Men imtihon tegislamaman. Yardanishdigan ishlar bo'lsa tortinmayding.
Qo'limdan kelishicha. İşkanlar qaltis qizg'in paranglashib o'tib ekansizlar. Danagul. Aq yo'l bo'lsin, salomat berib keling. Ota-onangizga mendan salom ayting. Danagul, birga borayli desam, faqat borgingiz kamdi. Bir oyda qanchalik til o'rganib ketasiz kimdan? Rayhongul uyga qaytmamdikan. Iqtisodda qiynalib qolgan o'xshaydi. U bechoraning shu yolg'iz opasidan boshqa hech nimasi yo'q. Opamni uchirtib qolsang, salmimni yetkazib qo'yasan-a, Danagul? Danagul, shunda qilib mangdigan bo'lsangiz, keladigan chaqda cho'qim men xabar qilib eting. Oldingizga oqil chiqaman, ha? Haras, mana bu narsalarni oz bo'lsin yo'l deyasiz. Oq yo'l bo'lsin, ha? Kelar qatam men cho'qim boraman, ha? Ha, xo'sh. Xo'sh, Danagul. Oq yo'l bo'lsin. Xo'sh. Xo'sh. Xayr, xo'sh. O'rganish qilyapsiz-da? Ha. Birisining bolasiga dars etib berayotgan. Men menga ayttirgan muallim. Oy, Danagul. Qanday ahvolingiz? Ahvolingiz yaxshi turdingizmi? Yaxshi. Buni ilib olamsiz? Ha, akala. O'zingiz yaxshi turgansiz? Yaxshi, yuring. Ajab uzun turdingiz-ku. Oran 20 necha kunlar turdim-ku. Menga bek uzun tuyulib ketdi. Shundaqmi? Shundaq bo'lmaychi? Rahmat sizga. Men kirib ketay. Bu Kechda ko'rishaylik. Xo'sh. Hey. Danagul. Baldirli ketsan-ku. Qanday ahvoling? Ota-onang tinchlikmikan? Sizlarga putlashib qolmagandiman. Qiziq kelsa, nimaga putlashapding? Buni o'zingdan so'ra. Haras, sendan bir gapni so'ray deb edim. Turg'un muallimni izlab topolmadim. U nada? Xeyli bo'ldi, menni ko'rmadim. Shundaqmi? Danagul. Ha? Mayli. İçme. Çıkışıp getirme, içme. İçme, çıkışıp getirme. Olmaz, olmalı. Olmalı, ben çıkışıp getirme.
belli, yaxshi. Yaxshi. O'sha. Sizlar zo'rlanglar. Voy ishching. Yana mehmon kiri ishching. Azroq. Qani. O'sha, Yaxshi, belli. Qani mehmonlar. Bag'zroq o'tiringlar. Men chiqib ketdim. Adashmayman. Ichib qo'ya. Yo'q, men ichmayman. Marhamat. Qopinga. Qani. Birer içeyli cuma. İçmeyemem ben. Qani. Qani. Men chiqib ketdim. İçmeyman. Xo'sh, Danagul. Biz aralashib o'taylik. Bo'lamdi. Ma'qulmi? Mana Mao mening aloqalish kartochkam. Menga telefon qilib turing. Bo'lamdi. Har qanday ishingiz bo'lsa meni izlang. O'quvchilik turmush degan jafoli bo'ladi. Uning ustiga qiz bola deganning ishlari ko'proq bo'ladi. Shaharga loyiq kiyinmasangiz tex bo'lmaydi. Ato'ginning ichida menga telefon qiling. Mening maxsus chet el kiyimlarini sotadigan do'konim bor. Xohlaganlaringizni tanlab kiying. Do'konimdagi kiyimlarni sizdek chiroyli qizlar kiysa, toza yaxshidir. Bundaq desam, boshqacha o'ylab qolmang. Bu gapni sodam uchun da'vatman. Meni tushunishingizni umid qilaman. Danagul, mening boshqa niyatim yo'q. Do'konimdagi kiyimlarni mushu qamlashgan qomatingiz bilan kiyib, ko'chada mangsangiz, do'konimdagi kiyimlarning cho'qim bozori chiqadi. Buningda gap yo'q. Ajab qiziq gap qildi ekansiz. Men siz maqtagandek uncha chiroyli emas. Siz haqiqatan chiroyli ekansiz. O'zingiz his qilmamsiz? Odam qosh qilishga bek qiziq ekansiz. Bu amaliyot. Hozir so'rinmi bir yak berib qoldi. Erkinmi mas'ul ketdi. Uning sizni olib qo'ygandek holi yo'q. Sizni men olib qo'yay, bo'ladimi? Ma'qul. Mayli. Kiring. Ha, Turg'un muallim, keling. Teshaman qaytib kelibsiz. Cho'nglar yaxshi turibdimi? Yaxshi turibdi. Sizga alayda salom aytdi. Salomat bo'lsin. Sizni qaytib kelibdi deb anglab yo'qlab kirishim. Men qaytib kelibla. Sizni izlagan edim, lekin topolmadim. Xeyli uzun bo'ldi. Siz bilan paranglshay dedim. Fursat chiqmay qoldi. Siz degan aldirash odam tursiz. Ondaqmi emas. Bugun bir paranglasa qandaq? Qani, qilig'im sizda. Mavsumlik imtihon natijangiz toza yaxshi emas ekan. Bundaq ketaversa yaxshi bo'lmaydi. O'zimning ishini o'zim bilaman. Danagul, men bu gaplarni sizga kuyinib qilyapman. Voy, bo'ldilar. Boshqalar kuyinavering. Bu nima deganingiz? Nima deganingiz? Buning hammasi o'zingizga ayon-ku. Heyliqi bir nimaga kuyinishlaringizni meni bilmaydi demsiz. Hey, Rayhon, heliqi Danagul degan yurtlig'ingga nasihat qilib qo'ysang bo'lmamdi. Meni nasihat qilmadi demsan? Uning qo'liga zodila gap kirmaydi. Turg'un muallimmi ko'p qatim gap qildi. Biroq u zodila anglamadi. Ya xijil bo'lishni bilmaydi ekan. Uning qilib yurgan ishlariga mening nomusim kelyotdi. Qizlarning yuzini to'kib. Shu emasmi? Uning dadasi boshliq ekan-a? Ha. Tova, odam degan qiyin bo'lsa-chi ajoyib bo'ladi ekan.
Kiring. Yaxshimisiz? 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 Hozircha quruq o'simi tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Rahmat. Sizga atab restorandan bir ustalab qo'ydim. O'zingiz xohlagan qiz do'stingizdan birini boshlab bering. Ma'qul, kechda ko'rishaylik. Shundaqli kirib ketamsiz? Endi qanday qilmoqchi? Kechda ko'rishaylik. Xo'sh. Yaxshi. Haqiqiy do'stlar, bugun Danagulning tug'ilgan kuni. Shu munosabat bilan sizlar bilan bu yerda jam bo'lib o'tiribdimiz. Shuni bugun xo'shal-xo'ram o'ynab, kulishib o'tiraylik. Qanamisa, og'illar, Danagul uchun bir qadahdan ko'taraylik. Bo'lamdi? Ha? Qani. Xo'ja. Ko'taraylik. Qani, xo'ja. Danagul ishchimi? Men ishchamaydi ekanman. Ishchimi? Danagul, bu qilganingiz bo'lmadi. Bugun degan sizning tug'ilgan kuningiz tursa, ha? Azroq o'simi qo'ymasangiz qanday bo'ladi? Ishchimi? Mijozi sozay. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Yaraydi. Shunaqa azad o'ldir. Qani, xo'sh, ketaylik. Yaxshi. Siz bek chiroyli ekansiz. Rasmi? Kiring. Bir yoqqa chiqmabsan-da, Danagul. Hozir chiqay deb turgan. Sen bilan paranglashey deb kirgan edim. Yana nasihat qilg'ili kirgansan, qachon? Yo'q, mundaqli paranglashey deb. Qo'lig'im senda. Qani olta. Danagul, sen aralashadigan yiliqi Erkin muallimning maktabda ta'siri ancha yaxshi emas ekan. Shunaqmi? Hajab men bilmaydi ekanman. U muallim jamiyatga qalayimqan odamlar bilan aralashadi ekan. Aralashning bo'pti. Ular bilan micha aralasha oladigan kishilar aralashadi. Davrdan keyin qolgan matolar ular bilan aralashishni qamlashtirmaydi. Danagul, ikkimiz bir yurtliq ba'zi gaplarni sana deyishni o'ylagan bo'lsam, fursat bo'lmadi. Sen hozir ba'zida darsga qatnashmayapsan. Bundaq ketaversang bo'lmas. Ota-onangga nim deb javob berasan? Turg'un muallim seni deb ishkorliqda qilyapti. Onundan g'am qilishga vaqtim yo'q. Nochi bo'lsa o'zlari kelib o'qisin. Bu nim degining adash. Ota-onamiz bizga tag'dak ishinib, o'zlari yemay ishmay yiqqan pullariga bizni o'qishga evatsa, biz ularning umidini yerda qo'ysak qandoq bo'ladi adash? Voy, imtihondan o'samli bo'ldi. Qolganini beshimga kelganda ko'raman. Bu ishlarga sen ko'ngil bilmasangmi bo'ladi. Yaxshi ko'ngilga rahmat. Mening sirtqa chiqadigan azroq ishim bor edi. Endi men chiqay. Xo'sh emsa.
Kiring. Kimsiz? Keling. Qani, bu yoqqa o'ting. Qani, o'ltiring. Men tek sizni meni yana aldab qo'yib, kammaydigan o'xshaydi deb o'ylabdiman. Siz chaqirgan tursangiz, kamsam bo'lmas. Mushkullarda ruxsoringizni ko'mak ajab tez o'tib ketdi. Hamma gap o'zingizda. Bir yo'qsingiz yo'qib ketibgansiz. Yana texi tas bo'ldi deysiz-ku. Rost gapni qilsam, maktabingizning oldiga necha qitim bordim. Lekin kirishga jur'at qilolmadim. Jur'at bilan mo bir necha qitim so'rinlarda birga bo'ldik. Sizni billa ep kel desam, oldirashgan deb zodila akamidi. Shundaqmi? Jur'at men undaq gaplarni qilmadi-ku. Sizni ko'chalarda uchirtib qolamdimkin desam, afsus. Faqatla uchirmadingiz. Voy, unchalik emas-da. Shunchalik ko'rishdingiz bor odam, istab pasangiz bo'lmasmi? Sizni deb ish kerakmi bormidim? Meni bir muncha foydadan qo'rq qo'ydingiz, ha? Shundaqmi? Berivasimiz bo'lmamdi. Men maktabdan boshqa yana nega boratdim? Bir yerga berish cho'ng gap emas-ku. Siz bilan aloqalashishga qulaylik bo'lsin uchun sizga yanfondan birini ep qo'ydim. Mana. Vaqti kelganda sizni haytdayman. Guangzhou, Shanxaylarga berib kelamiz. Guangzhou, Shanxaylarga? U yabaklishiroq-ku. Aeroplan bilan shanba kuni mangamiz. Yakshanba kuni qaytib kelamiz-da, ha? Juma kuni tushdan keyin dars yo'q deb. Vah, yashab ketang Danagul. Endi xohlagan vaqtda ko'rishalaydigan bo'ptiq-da, ha? Rayhangul. Rayhangul, ne bo'ldingiz? Rayhangul, ne bo'ldi? Sizlar qaytib aram elinglar. Charchab ketdinglar. Atda darsinglar bor. Rayangulga men qaray. Muallim biz qaraylik. Bo'ldi, qaytinglar, men qaray. Doktor, onun kesili qandaqaroq? Bu qiz qon ozliq kesiliga giribdor bo'pti. Bu asosan ko'p charchash, oziqlik yetishmaslikdan bo'ladi. Bundan keyin dam ilishga diqqat qilib, yaxshiroq oziqlanmasa bo'lmaydi. Bu qizni yaxshiroq davolab qo'ysanglar. U maktabimizdagi a'lochi o'quvchining biri. Sizlar xotirjam bo'linglar. Biz cho'qim yaxshi davolaymiz. Rahmat, doktor. Xo'sh arzimaydi. Xo'sh.
Gülşen şıkkınla berip, Reyhan Gülüge ozuqliq qimiti yuqori yemeklilerini etkilinglar. Bo'ladi ma'lum. Hali siz bunday qilsangiz men baxijil olib ketadiganman. Undaq demang. Reyhan Gül, siz xotirjam yetib davolaning. Ko'nglingizda boshqa ishlar chashmang. Voy, nim bo'ldi? Nimaga qarab qoldim? Men kiraman. Sizlar kirib yo'qlab chiqqanlar. Bu nima qilganingiz bilmadim kirmamsan. Voy, Danagul. Sizmi Reyhan Gülni yo'qlab kelibsiz-da? Shundoq. Sizga o'xshash kimni yo'qlab turamisanmi? Bir haqiqatan bo'lsa yo'qlab keldim. Danagil keldi. Yetavering. Avara bo'psizlar. Qandaqroq ahvoling? Xeyli yaxshi qoldim, rahmat. Sana ko'ngil bildiganlar ko'p bo'lgandan keyin tezli yaxshi bo'lib qolsan-da. Bu nima deganing? Turg'un muallim kunda yoningda bo'lgandan keyin deyman-a. Mening yana ishim bor edi. Men ketdim. Ay, Danagil nega? Ajab bir ichi yomon nima ekan u? Undaqa odam kamisa bo'lmamdi. Faqatli xushim yo'q mening o'nim bilan. Sening ustingdanmi birsi bilan chataq chiqarib qo'yib, doktorxonada yotdi deb gap taqib yuribdi. Bu gaplarni men senga demagan edim. Bo'ldi. Ko'nglimni buzmag'ina adasha. Ko'nglimni buzma Reyhan Gül. U o'zi qanchalik nima etdi? Shunasmi? Ko'nglimni yerim qilma. Bergin yo'l izlaganlarga sabirga oq yo'l tilar. Pul bergin pok mehrin bilan yuksaklarga ketsin urlar. Ko'mildan so'ng eson ko'ngil qiynamasin yurakni asrar.
nima gapingiz bor edi? Avval mashinaga chiqing, ha? Chiqing. Men sizni chiqmay qolam degan deb ansirgan. Elim yaxshi chiqdingiz. Nima ishdi? Muhim ishmi emas. Emas nima ish? Tansiga berib kelaylikkin degan. Vay. Ha. Ma'qul. Shunaqa qilsin. Kechiring, keyin ko'rishaylik. Vaqtim yo'q. Danaygil, sizga telefon. Mangma? Vay. Opamma? Opa, xotirjam bo'la. Yaxshi o'qiyapman. Dadammi xotirjam bo'lsin. Men bu qishliq ta'tilda uyga qaytmayman. Ta'tilda til o'rganaymikin deyapman. Ma'qul. Xotirjam bo'linglar. Xo'sh. Hey. Hey. Bishim ketdi. Haydi yelamsiz. Siz yanımda bo'lgan ekan haydayman-da. Maktab bitgandan keyin Urumchida qolasiz. Urumchida qilishni shunday oson deb o'ylamsiz? Bu yerda meni ibqog'ili kim botdi? Menga o'xshash odam tursa, yana kim botdi deysiz u? Aytib bering neri. O'tgan Gonjoga berib necha kun dars tashlaganim uchun menga ogohlantirish chorasi berdi. Arxivimga tushdi texi. Agar dadam yo'lmomagan bo'lsa, maktabdan haydilam demakkin. Siz Urumchidan kessingiz. Men qandoqmi qilaman? Shu, bu yerda xazinib yurgicha yurtimga berib ishlasam yaxshi emasmi? Uning ustiga dadam menga xizmat qilib qo'yibdi. Nima xizmatga? Bosh idorasiga. Shega berib jinimni boqmamdaman. Urumchidagi ishlaringizdan hammani menga topshiring. Men bir amalni qilay. Bo'ladi, ha? Voy, juda yaxshi. Juraman sen. Ay. O'qishinglar bitirganga oz qoldi. Shunga tayyorlikni obdara qilinglar. Ma'qul. Ma'lum, savollar bek tez chiqmasa, shuni deyman. Uni bir nima demak tez. Sizlar tayyorlikni obdara qilinglar. Ma'qul, xo'sh. Kiring. Yaxshimisiz, muallim? Yaxshimisiz. Qani o'tiring. Muallim, o'tganda sizning olgan kitoblarni ko'rib bo'ldim. Yana kitob lozim bo'lsa, tortmay so'rang. O'qish bitirish imtihoni boshlanganiga bir oylik qoldi. Rayongul, sizda chatoq yo'q-ku. Siz sinfdagi bolalarning oldida tursangiz. Yo'q, undaq emas. Bunaqa ko'z yumg'ilmaydi. Rayongul, maktab sizni ep qilishni o'ylashyapti. Men yurtga ketaymikin deyman. Apam yolg'iz, holidan xabar olmasam bo'lmaydi. Apam meni o'qitaman deb bu bir necha yilda ko'p jafo tortdi. Undaq o'ylabmi ketmang. Maktabda qilib, opangizni akib olib, holidan xabar olsangizmi bo'ladi-ku. Qandoq bo'lar? Rayongul, mening sizni chaqirtishimda mundaq bir ish. Voy, mehmon bakanda? Yaxshimisiz, muallim? Turg'un muallimdan kitob ariyatag'in edim. Shuni akirib beray deb kirgan. Men chiqay turg'un muallim. Rayongul, birdam o'ltirmabsiz? Rahmat. Xo'sh. Xo'shamsa. Nima ishlayapti dash? Boshqa ish qo'y yo'q. Seni nima qilyapti ekan deb kirishim. Men nima qilyaptim?
Ha, charchab qo'ydim. Ha. Birdan aram alaylikcha beshimdek og'rib ketdi. Bo'm yaxshi gap bo'ldi. Yana bir oydan keyin hammamiz taraf-tarafga ketamiz. Vaqt nima degan tez o'tgan-a? Shundigina. Sen maktab bitirsang, nima xizmat qilay deysan? O'qituvchi bo'lsam deyman. Senchi? Men yurtga qaytib, shu yerda ishlasam deyman. Senchi qum bizning maktabda qolasan. Oliy maktabda qilishim bu sharaf. Biroq yurtimda o'z rolimni texim obdan joriy qildira olayman. Uning ustiga opam yolg'iz. Sening o'rningda men bo'lgan bo'lsam maktabda qolatdim. Hay, ilmiy maqolamni yozib bo'ldingmi? Yozib bo'ldimmi? Ha. Men de yozib bo'ldim. Hey, qizlar. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Seni qurmoqsizlar-da? Ha. Xo'sh, ma'lum. Xo'sh. Rayongul. Turg'un ma'lum. Rayongul. Bir yerga manganmitingiz? Sinib qilmangan. Rayongul. Ata yakshanba. Biz birga tamoq yeb kelsak deyman. Vaqtingiz yetami? Yetadi. Siz taklif qilgan yerda vaqtim yo'q desam bo'lmas. Undaqda bek yaxshi bo'ldi. Gapimiz gap emsa? Gapimiz gap. Ishonmamsiz? Ishonaman. Ata men sizni saqlayman. Sizik buloq tortxonasida. Xo'sh emsa? Hay. Ay, Gulshan, Sizik buloq tortxonasi qayerda? Sizik buloq tortxonasi mush shaharda yashab, shu yerni bilmamsan? Yo'q, bilmayman. Tova degina. Rostini bilmamsan? Rostini bilmayman. Bilsam, sendan so'rab nim qilatdim. Ha, undaq emas-ku. Mundaqni so'rab qo'ydim. Senda cho'qim bir gap bor. Menga degina, menga deb bera. Bulduksan-ku, menga deb bera. Turg'un ma'lum. Voy, keldingizmi? Bugun bek chiroyli bo'lib ketibsiz. Tas qoldim taniyamag'ili. Rahmat. Jira, kirayli. Qandaq ishlar biroz besiqdimi? Ha. Maktabda qoladigan ishni qandaq o'ylashdingiz? Bir qarorga kelib bo'ldim. Qandaq qarorga? Rayongul. Ayibga buyurmisiz? Ota-onam mening baldiroq uyli o'chaqliq bo'lishini talab qilyapti. O'tganda ba'zi bir gaplarni sizga degan edim. Pat orada o'qish bitirsiz. Agar meni yoqtirsangiz, menga bir necha kun ichida javob bersangiz bo'pti. Turg'un ma'lum. Gaplaringizni ortiqcha o'ylashimning hojati yo'q. Men sizga hozirla javob bera olmayman. Cho'ng shaharda ishlash albatta yaxshi ish. Biroq opam yashinib qoldi. Men berib ukamni o'qitmasam, ularning holidan xabar olmasam bo'lmaydi. Sizning bu ishlarni to'g'ri tushunishingizni umid qilaman. Necha yildan beri menga singdirgan ajringizga
va men bu taklifni berganingizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Turg'un muallim, bu ishda sizni umidsizlantirib qo'ydigan bo'ldim. Kechiring. Rayangul. Bu oldiradigan ish emas, obdaroq o'ylaning. Ha? Herhalde bu ishni yana bir obdaroq o'ylab beqing. Bana bir yardım qila olasizmi? Qanday ishda u? Men yordam qilg'dak. Mening bir do'stim bor edi. Oy, Danagil, kira adash kira. Kela. Bu yerda o'ltira. Kela o'lta. O'ltira adash. Men sana choy qo'yay. Qani adash, choy ichcha. Qani, buningdan og'ash o'lta. Bo'ldi, avar bo'lmag'ina. Men bundaq bir ish bilan kirgan edim. O'tira. Mening bir tanishim bor edi. Bolasini o'qishi toza yaxshi emas ekan. Menga bir oila o'qituvchisi deb berishni topilgan. Yordam qilsang obdan bo'ladi. Aslida bundaq ishni ta'til qilib kelyaptim. Uning ustiga maktab bitirishga oz qoldi. Sana aramra hashtim tushgandan ma'qul degina. Bo'ptamisa, sening yuzingni qilay. Amisichi, tanishim seni og'li kelsin. Bo'ldi, kelsin. Biz uyga boraylik. Seni olib taraf uyini ko'rsatib qo'ysin. Ondan o'zing bormamsa. Mayli shundoq bo'lsin. Choy icha adash. Bo'ldi, avara bo'lma. Men chiqay. Oy, gapimizga qurib chiqamsan. Birdam o'ltirsang umamdi. Bo'ldi, xo'sh. Xo'sh amsa. Ha, qani, jiranglar. Qani, uy kiringlar. Jira adash. Jira. Vay. Ha. Mana, hozir chiqay ya. Sizlar paranglashqash o'ltirib turinglar. Men hozir kirman, ha? Ay, hozir. Uy kirib o'ltirib turing. Jirang. Qani, kiring. Qani, o'ltiring. Yuqoriga o'ting. Ha, qani, yuqoriga, ha? Balaning maktabdan keladigan vaqt bo'lib qoldi. U kelgicha bu narsalardan ag'ash o'ltiring. Ha, qani, bana ya. Bo'ldi. Qani, buning da ya, ha? Voy, elinga, elinga. Kiring. Yaxshimisiz? Voy, Danagul, kelib qolibsizmi? Jiring. Nega bormiz? Sizni bir yerga boshlab boraman. Demamsiz. Jiring, ha? Meni nega boshlab borsiz? Jiring, ha? Danga. Tomoshaga. Men ketaymikin. O'ltirib turing. Hozirlik keladi. Keldik. Bu qayya? Yuring, ha? Oğlum. Kim oldunuz? Oğlum, ha? Yer durun. Beni koyun. Bu yaramaz.
Mo'zayning jigirishi samonliqcha. Meni sarf. Sharmanda. Qamlashtirdingizmi? Razı bo'lgansiz? Turg'un muallim, o'tgan ishni sizga tushundiray degan edim. Bo'ldi. Tushuntirishingizning hojati yo'q. Endi taqib berib o'ynab kelaylik. Darsga ulgurib kelamanmi? Xotirjam bo'ling, ulgursiz. Gapingizda turing, Ha? Astra qaydang, Chatoq yo'q. Xotirjam bo'ling. Astra qaydang deyapman. Voy, ansirmisingizchi? Ha? Astra qaydang deyapman. So'rab bo'ldingizmi? Ansirmay o'ltiravering, ajina. Elim yaxshi esingga kelding, adash. Men doktorni chaqiray. Diqqat, ha? Tatdim. 1, 2, 3. Ma'qul. Diqqat, ha? 1, 2, 3. Endi Riyangulni so'ziga taklif qilaylik. Abla. Savoqdaşlar, bugun hammamizning eng oxirgi jam bo'lgan kunimiz. Men nima desam bo'la? Bir tiziq marjon, bir dasta guldek, o'tgan idoq savoqdash bo'lib. Bir tiziq marjon, bir dasta guldek, o'tgan idoq savoqdash bo'lib. Endi biz bugun ayrilar bo'ldik, judolik yeshi ko'zlarga to'lib. Endi biz bugun ayrilar bo'ldik, judolik yeshi ko'zlarga judolik yeshi to'kildi bugun, ayriliqqa chidolmay ajal. Judolik yeshi to'kildi bugun, ayriliqqa chidolmay ajal. Öksüp ökünüp gayet gülüşüp hoşlaşmak deniz ak yollar diler. Öksüp ökünüp gayet gülüşüp hoşlaşmak deniz ak yollar diler. Rayangul, aman bo'ling. Aq yo'l olsun. Turg'un muallim, men yurtimga qaytadigan bo'ldim. O'zim yaxshi ko'radigan bir tashtakkilni sizga xotir qoldirdim. O'qish jarayonida siz menga ko'p g'amxo'rlik qildingiz. Rahmat sizga. Rayangul, bo'ldingda qilma. Qaytgandan keyin xizmatni obdan ishlab qilamiz. Kesek mu yirak, yirak joylar
savaqdaş aman. Kessek mo yirak joylarga, bizler savaqdaş aman. Judalık yeşil döküldü bugün, ayrılışqa çidalmay ecel. Judalık yeşil döküldü bugün, ayrılışqa çidalmay ecel. Öksüp ökünüp gayip gülüşüp, hoşlaşmaktınız ak yollar diler. Öksüp ökünüp gayip gülüşüp, hoşlaşmaktınız ak yollar diler. Fukam. Aça. Apa, açam geldi. Apa! Oy, canım kızım, onu mu düşün mü? Obdan turib atamsiz, apa. Yaxshi kızım. Oy, apa, akilan çayını men qo'yay. Siz qo'ysangiz mı, men qo'ysam mı? O'xshash kızım. Çayını men qo'yaman, ha? Rahmet canım balam. Apa, bizni o'qitaman deb ko'p jafolarni tatdingiz. Endi yaxshi bo'ldi. Endi qolgan ishlarni o'zim qilaman, apa. Canım balam, insafingizga rahmet. Ukam, obdan tirishqin. Senimi cho'qim oliy maktabda o'qitaman. Acha, cho'qim yaxshi o'qiyman. Apa, men ati tizimga oldirsam, mushu yezimizda ishlashni talab qilaymikin deyman, ha? Pek yaxshi o'ylabsiz balam. Siz nima desangiz shu. Rahmetlik dadınız bolup, muş günlerini bir kögen bolsa, qanchalik xo'shib ketadi. Bo'ldi canım apa, yig'lamang-a. Dadamning ruhi ko'rdi. Cho'qim ruhi xush bo'ladi, apa. Bo'ldi canım apa, yig'lamang. Yig'lamang, apa. Canım balam. Kiring. Yaxshimisiz? Qani o'tiring. Men ismim Rayhongul. Bu yil oliy maktabni bitirib keldim. Ha, men sizning gapingizni anglagan. Maktabda yaxshi o'qibsiz. Biz sizni ma'rif idoramizning o'qitish tadqiqot ishxonasida ep qilishni qaror qildik. Men o'zimning yezisida ishlaymikin deyman. Siz qaysi yezdan? Gulvog'dan. Mundaqdan. Bu yaxshi gap. Biz burun Gulbaq yezisiga oliy maktabni bitirgan nurg'un o'quvchilarni taqsim qilgan. Ular bir mezgil ishlabla qaytib kelishni talab qilib, beshimizni og'irtgan. Sizmi shunda qilasizmi? Men undaq qilmayman, ko'nalayman. Men oshiyada ishlay. Amisi bo'pti. Orzuyingiz bo'yicha bo'lsin. Rahmat sizga. Sizni avor qildim. Xo'sh. Arzimaydi. Xo'sh. Rayhon muallim. Rayhon muallim, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Necha kun avval sizni kelido deb maktabga uqtirish ketdi ekan. Oliy maktabni bitirib kelgan bir necha o'qituvchi maktabning sharoitini nachar ko'rib, yo'tkilib ketdi. Maktabimizning ahvoli mana shu. Necha yildan beri 3 sinf bola batdi. O'qituvchi kam bo'lish sababidan bir sinfli bola qoldi. Bizga mo ta'sir bo'ldi. Mana endi maktabimizga siz kepsiz. Qog'inini asta-asta tushunib ketasiz. Maktabimizning qiyinchiligi
haqiqatan eg'ir. Savoqdaşlar, men yuqorida so'zlagan mazmunlarni tushundinglarmi? Tushunmadinglarmi? Rizmangul. Tushundim. Oy, Moliyam, quzg'um og'rib ketdi. Oy. Mening quzg'um og'rib ketdi. Bala, nem bo'ldingiz? Mijozingiz yo'qmi? Appa, men maktabga kelgili 20 yildan oshdi. Bu jarayonda 4 bola o'qishdan to'xtadi. Bularning ichida 3-ning o'qishi nihoyat yaxshi edi. Ularning uylariga borsam, ota-onalari bolalarimizning savodi chiqdi, endi o'qimasimi bo'ladi deydi. Bala, bundaq ahvolni maktab rahbarligiga ma'lum qilg'iliq. Siz nimancha boshqatirsiz o'zingizni upurtib? Appa, bolalar sabi, texnik narsani tushunmaydi. Qizim, boshlang'ich o'ttir maktabni o'qidi degan bilanmi, o'qishni oxirigacha davomlashtirganlar nihoyat oz bo'ladi ekan. Shunga xaqmo hozirdan boshlab etizeriq ishlarga pishib turgan tuzak deb qaraydigandir balkim. Siz bundaq desangiz qandoq bo'ladi, appa? Rizvangul? Oy, Malim. Ha, qandoq, yaxshimi, ha? Appa, Rizvangul Malim keldi. Rizvangul? Fikrlaringiz ajab omoq ekan, ha? Bu qarqash qancha yoshga kirdi? 3 yoshga. Ajab omoq ekan. Rizvangul, necha kun bo'ldi maktabga bormadingiz? Savoqdoshlaringizni so'rasam, ularmi bilmaydi ekan. Shuningga sizga nima bo'ldi ekan deb o'zim uyinglarga kelishim. Tinchlikmi? Bu yerga kelib qaplig'i. Bugun bu yerga kelishim necha kundan beri Rizvangul maktabga kelmadi. Og'rib qoldimi yoki boshqa ish bo'ldimi deb o'zim o'qib baqay deb kelishim. Og'rib qo'rqamidi, xonim. Pika avara bo'pla. Pallaning dodish tugab ketdi. Bo'ldi, acha, ko'ngillarni yerim qilmaslar. Balalarning yuki etizeriq ishlarining jimisi menga qoldi. Bugun kunda o'qib nayimi bora. Chigdi yog'ichi bodir bo'lmaydi. Dehqon bolasi qadr bo'lmaydi deydigan gap bor ekan. Bu balla o'qisimi, nega bormoqchi deylar. Baribir uyga qaytib keladigan gap ekan. Undan ko'ra uy ishlariga yordamlashib, fikrlariga qarsin deyman, xonim. Menmi bir dehqon qizi. Etizeriq ishlarga Rizvangulning savoqdoshlarini akilib yordamlashtiray. Uning maktabga berish ishini o'ylashib baqqan bo'lsalar. Rizvangul darsda bak yaxshi, sinfning oldi edi. O'qisa, cho'qim yaramli qadam bo'lib chiqadi. Shundoq bo'lsa-mu, avatanmayman, xonim. U uyda o'ltirib, fikrlariga qarg'ash menga yordamlashib bersin. Ilang Rizvangul. Rahmat, xonim. Bundaq qilmasizlar. Biz Az hijrat bo'lsa qilib xarajat qilala, acha. Men qabul qilolmayman. Bizdek Qabul qilmaslar odamlar qandoq ozmi qaysi bir siyosatni qila olaydi. Men qaytay. Birdan o'ltirib mansizlar, xonim. Bo'ldi, uzatmaslar. Xo'sh. Qo'shlar, xo'sh. Ma. Dudu! Ha? Rizvangul Malim keldi. Ha, mana. Moliyam teshtiriblar. Teshikmi qani? Qandoq mardan, yaxshimi? Qani, uy kirayli. Bo'ldi, mushadli o'ltiray. Necha kun bo'lib qoldi, mardan maktabga bormadi. Mardan bak ziyrak. O'qishdimi bak yaxshi. U o'qishini mushundaqla davomlashtiradigan bo'lsa, kelgusida yaramli odam bo'lib chiqishida gap yo'q. Shunga Mardanjon atidan boshlab maktabga
to'liq bağan bo'lsa pek yaxshi bo'ladi. Amsa at degan maktab yo'liga silaytala. O'qitqim yo'q juma. Hozir et serqishlariga bir optalib pishib qoldi. Bu gaplarda ching turib olmay yana bir optaroq o'ylashib baqala. Savodi chiqqandan keyin bo'lmadimi? O'qiydiganlarni o'qityapsizlar. Bizga bak kirishvamsizlar. Judonim tusi o'zimni bosolmaydigan odamman. Endi hargiz kelmasizlar. U o'qimaydi. Qayta bir o'ylashib baqala, ha? Ma'qulamsa, men qaytay. Qaytamlar? Ma'qul. Ma'qul xo'sh. Nardan? Sen dadangga bir yoldirib baqqin, ha? Ma'qul.把他给我押上囚车！ Uyqum kelib ketdi, qaytaylikchi. Dur demay, endi tong atganda ketmasak amal yo'q. Bu yerning eshigini taqiydi-da. Endi qanday qilamiz? Menga yo'lni puqlang. Bo'ldi. Endi mishildor berganing foydasi yo'q. O'z vaqtida sizga bolni mundaq akiltivermayli. Ancha-muncha tarbiya berib qo'yoq desam anglamaysiz. Endi bo'g'liq bo'ldi-ku mana. Danagul cha qo'yib beraymi? Yo'q, bo'ldi. Bir haftadan beri Danagulning yarisi kundan-kunga yomonlashib ketyapti. Buningga men hayron. Ishlatgan dorilarimiz yaxshi. Boshqa kasallarga tez unum beradi. Danagulga unumi toz yaxshi bo'lmayotdi. Undaqda oqibati qanday bo'lar? Balkim yuzi tatiq bo'lib qolishi mumkin. Bizning doktorxonada tatiq yo'qtish, o'sim tuzash operatsiyasi qilish sharoitimiz yo'q. Mutaxassislar yo'q. Chiroy buzilib ketsa, to'yning vaqtini qachon bekitgan? To'y xitini ep bo'lgan. To'y vaqtini 2 haftadan keyingi deyishgan edik. Ondaqda to'yni kechiktirsanglar bo'qdik. Shunda qilmay boshqa amalmi yo'q.
Yüzün kaçanmı sakıya kızım. Şu emasmi opa? Doktor har qatim dori yengishliganda yaxshi bo'lib qopti deydi. Lekin bakini qachonmi ola opa, ichim siqilib ketdi. Xudoyim shifolik berib, saqayib ketay qizim. Ko'nglingni yerim qilma. Davomli shundoq deydi ekansiz opa. Qovuli kelmagilim necha kun bo'lib qoldi. Ishlari aldirashdi. Endi kep qala. Ko'nglingni yerim qilma. Yo'q opa. U endi kelmaydi. İşlep buldun mu? Yan turuşumla. Malım geldi, malım geldi. O'ltiringlar. Saboqdoshlar, bugun yangi dars o'qiymiz. Yangi dars o'qishdan burun o'tgan soatda o'tilgan darslarni takrorlab o'taylik. O'tgan soatda nima dars o'tdik? Qaysinglar javob berib baqisizlar. Rizvangul. Chashqon bilan meshik degan masala etilib ekan. O'ltiring. Endi darsimizga kelaylik. Jarohatning yomonlashib ketish sababini bizmi bilmayotimiz. Hozir jarohatdan suluq qapartma va yiring chiqib yo'qolmish kuchayotidi. Ahvol degandek yaxshi emas. Davolanish jarayonida totiq bo'lib qolishi ehtimoli yaqin. Qiz bola tursa, endi qandoqmi qilamiz? Bir obdan bosh idorisida ishlayotdi. Bo'ldi, ko'nglingizni buzma. Biz Danagulning jarohatini davolashga maxsus bir guruh tashkilladik. Barliq imkoniyatdan foydalanib boqaylik. Hozircha bu gapni qizim o'qmay tursin. Dadasi komandirovga chiqib ketib qaytib kelmadi. Bu bola kichikdan tatibla akichon bo'lib qolgan. Uning ustiga mijozimi tarsa. U bu dardlarga qandoqmi bardoshlik berar-ekan, hech bilmadim. Hammasi o'zimdan ketdi. Hammasi mendan ketdi. Mendan ketdi. Qizim, qandoqroq qopsan? Voy, nima qilyapsan? Undaq qilma qizim, o'zingni aya. Undaq qilma. Cho'qim yaxshi o'qitdi qizim, o'zingni aya. Undaq qilma qizim. Qizim, undaq qilma. Yamaga, ustan qizim, undaq qilma. O'zingni aya, yaxshi o'qitsan qizim. Yaxshi o'qitsan. Apa, ha? Men Urumchiga yig'inga boradigan bo'ldim. Apa, acham viloyat bo'yicha munavvar o'qituvchi bo'lib saylanibdi. Endi televizorga chiqadigan bo'ldi. Men uxmay qopdim, jinim qizim. Muborak bo'lsin. Yaxshi o'pdi. Qachon mang'idi ekansiz?
Yaxshi bo'lib qoldingmi? Vaqtida kelolmay qoldim. Hech qiz yo'q. Sen aldirashtirsan, bu yerga kelishga vaqting chiqadimi? Qizim, ko'nglingizga ammo Danagul og'rib qolgandan buyon mijozim shunday bo'lib qoldi. Hargiz ko'nglingizga ammo. Yo'q, kerak yo'q acha. Danagulni ishqirga opirdi ekan deb angladim. Shunday qizim. Bir necha kundan keyin mang'ilyapmiz. Yaxshi bo'pti acha. Ishqirning texnikasi yuqori. Xudoyim buyursa, saqib kelsan adash. Ilohim deganingizdek bo'lar qizim. Yo'qlayman deb ko'p avar bo'psiz. Rahmat. Avar bo'g'dak ish yo'q. Men keyin yana yo'qlayman. Yo'l bo'lsin acha. Rahmat qizim. Danagul, amisa qaytib kelganda ko'rishaylik. Patroq saqib kelgaysan. Xo'sh. Sizni avar qilibmiz. Men ustib qo'yay. Xo'sh bo'ldi, turib keling. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, hozir biz o'qituvchilar bayram munosabati bilan Namalik o'qituvchi Rayhongul xonimni ziyorat qilmoqchimiz. Yaxshimisiz Rayhongul Qodir? Siz o'qituvchilik jarayonida qanday ishlarni boshdan kechirdingiz? Tomoshabinlarga so'zlab bergan bo'lsangiz. O'qituvchilik jarayonida men nurg'un qiyinchiliklarni boshdan kechirdim. Buningda asosan bir qism o'quvchilarning ota-onalari dehqon bolasi dehqon bo'ladi degan qarash bilan bolalarni maktabda o'qitishga paslik muomalada bo'ldi. Men ularga ko'p qatim tushuntirdim. Oilasida qiyinchilik bor o'quvchilarimga turmush jihatdan yordam berdim. Yana bir tarafdan maktabimizning sharoitini yaxshi emas bo'lg'ashqa, maktabdagi o'qituvchilar bilan maktab sharoitini yaxshilash uchun biz birlikda ko'p kuch sarf qildik. Natijada bizning maktabimiz hozir yer qurishga boshlabdi. Bu yaxshi ahvol. To'liq qurib bo'lgandan keyin husn tuzash operatsiyasi qildirsa bo'ladi. Qizim, doktorning deganlarini anglagansan. Hanim bo'lsa husn tuzash operatsiyasidan keyin texnik chiroyli bo'lib ketgandeksan. Ko'nglingni yerim qilma. U o'tira maktabda o'qiyotganda, darslarda doim yaxshi edi. Har xil fanlardagi natijasi a'lo bo'lib, yilma-yil mukofotga erishadi. U o'tira maktabni bitirgan chaqda, Savoqdoshlar, endi tekstni hammanglar unlik ovozda tang o'qinglar. Emas boshlanglar. Soatmi toshib qopti. Endi ishdan chiqsak bo'la? Tura, o'ltiravermay. Qaytamiz. Rayhongul, siz birdam o'tiramsiz? Siz qaytqashtiring, mening yana ozroq ishim bor edi. Ma'qulamsa men mang'ashtiray. Bola. Ochang hech qaytib kelmaydi. Voy. Qizim, Rayhongul, turing qizim. Jenim qizim, nim bo'lgansiz? Azroq usullik iching. Ansirmang opa.
Birdemden keyin oңşulub qalaman. Bo'ldi, yetinglar. Yo'q, bolam. Siz yaxshi bo'lib qolgandan keyin yatsaqmi bo'ladi. Yana bearam bo'lib atamsiz qizim. Yo'q, opa, xeyli yaxshi bo'lib qoldim. İcil inaq ötümüz bir qoroda hammimiz. Doktor, ahvol qanday? Menisiga qon tushibdi. Operatsiya qilgandan keyin natijasiga qarab boqayli. Shundaqmi? Qanday ehtimollik yuz bera? Hayotini saqlab qolgandimi, palash bo'lib qilish ehtimoli bakli yaqin. Doktor, qanchalik chiqim ketsa mayli, bu qizni qutqizishga tirishchanlik ko'rsatsanglar. Cho'qim shunday qilamiz. Ahvoli qandayroq? Xatardan o'tib ketdi. Badanining yarim tarafi harakatlanmay yotadi. Uyda bir mazgil orom olsa bo'ladi. Shundaq bo'lsin. Rahmat. Maqlamsan. Xo'sh. Qizim, Danagil sizni yo'qlab kelibdi. Yaxshimisan? Qachon qaytib kelding? Bayli qaytib keldim. Hech qanday is qolmabdi. Ko'nglimni yasab shundoq tavatsana. Burunqiga o'xshamayli qoldik. Yo'q, undoq emas. Seni qavul bilan to'y qiladi ekan deb anglagan edim. Qanday bo'ldi? Qo'ya adash, ona martning gapini. Esimizning gapini deyishaylik. Molim yo'qshimsiz? Molim yaxshimisiz? Molim yaxshi yo'qshib qoldingizmi? Molim sizni 5 yig'indi. Molim qachonliqi bor 5 yig'indi. Ders turgan muallim yo'q. Molim qachon maktab borasiz? Yaxshimisiz Turg'un muallim? Mening bunday xat yozishimni xayolingizga keltirmagan bo'g'aydingiz. Men Danagil bo'laman. Turg'un muallim. Men dunyoda erishishga tegishli hamma narsaga erishsam deb o'ylaydim. Amaliyotda men hammadan mahrum bo'lish kirdobiga berib qolganligimni bayqamabdiman. Hayotimdagi agar to'qqa yo'llar menga suyish va suyulishning nima ekanligini endi tushundirdi. Shaxsiyatchilik va hasabdan paydo bo'lgan asabiylik oxiri o'z bo'ynimga sirtmoq bo'lg'ili tas qildi. Siz meni ustozlarcha ko'ngli bilan kechirishingizni umid qilaman. Savoqdishim Rayhongul tuyuqsiz menisiga qanishib o'rin tutib yetib qoldi. Men uning oldidagi gunohlarimni o'zi aqida qilib tarbiyalayotgan notavon o'quvchilarni o'zlashsiz tarbiyalash yo'li bilan yusam degan niyatga keldim. Endi meni qaytadan tug'ildi deb his qilib o'qish bitirish xotiramga bir savoqdishimdan yezib qo'ygan mana misralar orqali xatimni oxirlashtiraman. Izla ey inson, pok aql, vijdon. Dunyo hammaga beradi unvon. Mayli bo'l gadoy, mayli bo'l sulton, yaxshilik uchun yaralgan inson. Xayr xo'sh,
o'quvchimiz Dana keldim. Reyhangil ma'lum. Qandaqaroq yaxshi qaldingizmi? Yaxshi ishlarni o'tdan turgansizlar. Men xeyli yaxshi qoldim. O'quvchilarim qandaqaroq o'qiyotdi ekan? Xotirjam bo'ling. Ular nihoyat yaxshi o'qiyotdi. Yaqinda bir parcha nomsiz xat bilan 10 ming pul ketdi ekan. O'qisiz qolgan qiyinchiliklar bolalarga ishlatildi. Maktab sharoitimi xeyli yaxshi bo'lib qoldi. Yaxshilik ko'klaydi, qurmaydi degan gap bor. Ilohim shu yaxshi niyatlik odamning baxt yo'lini yo'riq qila. U pul bilan nomsiz xatni evatgan Dana qilmadi. Qizi, Danagul sizga harva ketdi bola. Hay, sen talaga ep chiqib, aylantirib kiray, ya. Avar bo'psan, rahmat adash. Bugun men pek xushal. Shundaqmi? Seni maktabga qo'ray, ya. Ma'qul. Şakırap. Reyhangil. 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 Oy. Reyhangil. Siz o'rningizdan tura oldingiz. Adaş, sen o'rningdan tura oldingmi? Reyhangil. Bergin yolsizliganlarga sabiriga oq yo'l tilar, pul bergin pok mehring bilan yuksaklarga ketsin urlar. Ko'ngildan so'v etsin ko'ngil, qiynamasin yurakni hasrat, yozning oltin otlibida yolsun omad. Bergin yolsizliganlarga sabiriga oq yo'l tilar, qo'l bergin pok mehrin bilan yuksaklarga
ketsin o'rlab